Duxovka, pechlarsiz, hatto qoliplarsiz Ramazon oyida saharlik va iftorliklarga tez tayyor bo'ladigan pirog tayyorlaymiz. Bismillah deb idishga tuxum, shakar, kefir, soda solib aralashtirib olamiz. Elangan un, kakao solib bitta massa bo'lguncha aralashtiramiz. Menda kompotdan qolgan olcha bor edi. Shuni tozalab soldim. Xohishga qarab solmasangiz ham bo'ladi. Yog' solmaganim esimga tushib, uni ham solib aralashtirdim. Endi skоворodkani past olovga qo'yib, ichini chetlari bilan yog'laymiz va massani solamiz. Ustini tekislab, krishkani yopib qo'yamiz. 20-25 minutdan keyin ochib, cho'pda tekshirib olamiz pishganini. Ustiga tayyorlab qo'ygan glazurimizni quyamiz. Xohishga qarab saharni pudrada sepsangiz ham bo'ladi. Men shokolad va kokos bilan bezatdim. Siz ham bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Video yoqsa yurakchan bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ketqizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.